nomlari buyuk. Assalom otalar baxtim posboni, assalom onalar fidoyijoni. Assalom bolajon, iqboli porloq. Bugun ilk bayramga yetishgan qo'noq. Sizlarga aytayin bir shirin tilak, savodxonlik bayrami bo'lsin muborak. Assalomu alaykum aziz, mo'tabar, muhtaram ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Barchangizni bugungi xizmatlaringa shodligu quvonchi bo'lgan savodxonlik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklaymiz va bayram egalarini sahnamizga taklif qilamiz. Bolajonlarga baxtli davron, porloq tole, nurli kelajak tilaymiz. Endi esa ana shu tantanani ochish, yoshlarni qutlash uchun so'zni Sevara ustozga beramiz. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, hurmatli tadbirimizga kelgan ustozlar, o'quvchilar. Mana bugun sizlarning savodxonlik bayramingiz ekan. Bu bayram sizlar uchun oddiy bayram emas, hayotga tashlagan ilk qadamlaringizdan hisoblanadi. Kelajakda o'qishlaringizga omad tilayman. Barchangizni yangi yil bilan tabriklab, bayramimizni ochib beramiz. Navbatni Madhiyaga beramiz.
Ayting qani azizlar, mehribon o'g'il-qizlar nechun keldik bu yerga, nechun bor yosh ko'ngilda? Bugun bizga zo'r quvonch, yurakka shodlik to'lgan Savodxonlik bayrami bizga bunga keltirgan. Navbatni bayramlar raqsiga beramiz. sochdi ziyon nurini bo'lib misoli Alif bini chaqirsak, barchamiz qarsak chansak, kelar bizga mehmonga, shu ajoyib makonga. Assalom bolajonlar, aqli soz bilag'onlar, bugun shodlik muborak, savodxonlik muborak. Rahmat senga Ayting, nelar bildingiz, ne sirlar o'rgandingiz, menga sovg'a bo'lsin deb nelar tayyorladingiz? Siz chayatishni, o'qishni va yozishni, nuhat va qiroat sendan o'rgandik faqat. Qani ayting, necha harf, nechta tovush bor menda? Qani harflar so'zlasin, tartib bilan tuzilib, bolajonlar so'zini eslang.
Navbatni harflar raqsiga beramiz. Harflarni o'rganamiz, o'qishni o'rganamiz, alifboni o'rganib, bilimda bo'lamiz. Harflarni o'rganamiz, o'qishni o'rganamiz, alifboni o'rganib, bilimda bo'lamiz. A asal asal asal, b belkurak belkurak, d danak danak danak, e esa elak. A asal asal asal, b belkurak belkurak, d danak danak danak, e esa elak. Kitoblarni o'qishni, ertaklarni o'qishni va chiroyli yozishni o'rganib olamiz. Favora favora, g gilos gilos gilos, h handalak handalak, i esa ipak. Favora favora, g gilos gilos gilos, h handalak handalak, i esa ipak. Alifboni o'rgansak, she'rlar ham yod olamiz. Ota va onamizni xursand qilamiz. Jo'ja jo'ja jo'ja, kitob kitob kitob, lola lola lola, miyaga mushukcha. Jo'ja jo'ja jo'ja, kitob kitob kitob, lola lola lola, miyaga mushukcha. Alifboni o'rgansak, biz ziyoli bo'lamiz. A'lochi va bilimdon bola bo'lamiz. Ninachi ninachi, o olmaxon olmaxon, paypoq paypoq paypoq, qiga qo'g'irchoq. Ninachi ninachi, o olmaxon olmaxon, paypoq paypoq paypoq, qiga qo'g'irchoq. Turli tuman harflardan iborat alifbomiz, unli va undash harflar bizning do'stimiz. Randa randa randa, soyabon soyabon, to'ti to'ti to'ti, u esa ukir. Randa randa randa, soyabon soyabon, to'ti to'ti to'ti, u esa ukir. Alifbo qiziq muncha, o'rganding ancha muncha, yana davom etamiz so'nggi harfgacha. Varak varak varak, xo'roz xo'roz xo'roz, yurak yurak yurak, z esa zirak. Varak varak varak, xo'roz xo'roz xo'roz, yurak yurak yurak, z esa zirak. Harflarni o'rganamiz,
kuldirak shir. Shaftoli, shaftoli, chega chumoli. O'rdak, 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 g'ir. G'ildirak, g'ildirak shir. Shaftoli, shaftoli, chega chumoli. Shifo deydilar, asal davo deydilar. Shuning uchun dardlilar doim asaliydilar. Botir baliq ovladi, bankasiga jo'nadi. Bobomga beraman deb kattasini sayladi. Amin daraga chiqib, daraxtga qaradi. Bobosidan o'rganib, bog' yaratmoq istadi. Erkak erani erta turib yugurdi, endi qolishmasini uyqusini dindirdi. Farhod berdi Farruh, tortar damirim oxiq. Fil rasmini chizolmay chekishadi g'am anduh. Zor oralab guldoz gullar teradi asta, mehrini qo'shib dildan yasadi zo'r guldan. Hali ko'rasiz, hali meni holini, qanoshlar kularsiz, uni yoshga polini. Mana o'ynoq qop-qora yuz bo'yni oq, eridib yuzimda bo'laylik deb tosh tortar. Juja vaqa jamila, sariq qora alavilar, jujalar yechindan doim o'zi ovora. Yarak kaletka qo'li rasmni chizgilik topda suratni bildirmaydi. Layli baraxon juda qarib uchoqlar, o'yin o'yna aymay bo'tdida qadir. Mashhur mendan mushkum, oftob ko'rsa qo'ylar, tinab emishkim, hovlida ko'z yonar. Nondir aziz zo'r ne'mat, bobolar qadrlangan nonlarga hurmat, nondir aziz bo'ladi. Odimda odim oldi, olmamaga temildi, atqasi mustaqillik oldi, berdi. Paxta jon, sen borsan to'lar xizmat, kiyim chechak mayboq, sendan bilab yig'moq. Qasım qarindosh qorbo'g'ron o'ynadilar, qorbo'g'ron sabtunda sovg'a tayyorladilar. Rassom rasm chizdilar, raqqos raqs tushdilar, raketa yasasamay unda qayb botir uchar. Salim so'q so'rar, saboqat dedi qara, asta qo'li uzatdi, yurib qolsa deb zo'r. Chiziq ikki harf o'qimasang tushunsa, nima tarixda o'qizaman. Uzun beha olmasa o'zim ekkanman aka, bugun bog'da hammani chaqirayin yemakka. Varrak yasamoq ko'kka, ichi chinoq vasilaning varragi, banan ichi begumon. Qalbi hali xodamda holni saxolas va adastirma adhami aziza amas. Yo'ldosh kitobga mehr bergan a'lochi yo'q demasdan birovga yo'l ko'rsatar yo'l bosdi. Raif Vali zomsiga buzilib qoldi tezi, Zokir uni tuzatib rag'bati eshitdi qizdan. Yarik o'g'illar barda o'rma qashqot oldidan chiqqan bog'bon lohiri shoshdi. Hali g'uloq g'ildirak dubara tortib bayir onasi bo'ldi. G'ayi o'qak deydi ko'p makon. Shalola ayt bu rayhon bilola, tabiat zo'r yaratgan qizil yaqul piyola. Sharaf chaman chindi gul chizilmani chaladi, qizlar aytsa butkul o'ynagani keladi.
Javobni Lazgirak sizga beramiz. İlahidən bir ki var, sadoları başqaça, dillərə xoş akutçu, navaları başqaça. Bu lezgidir daslarıma. Assalom balajonlar, ilmga chanqoq bolalar, endi menga qo'l bering, bo'ling zo'r bilamanlar. Aytib turli rivoyat, so'zlab bering bir hikmat. Aqlingizni chaqlayman, ma'rifatga joylayman. Men ham sizga do'st bo'lay, qolgan kabi ko'z bo'lay. Harf, tovush, unli, undosh, barin puxta o'rgatay. Husni xat, bayon, insho, menla bo'lsangiz oshno. O'rgataman yurakdan, do'st bo'laman doimo. Navbatni yigitlar ijrosidagi raqsga beramiz.
studio.uz Chiqalamach, ram-ramch, 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 chiqalamach, ram-ramch. Kim oladi yoshligini ya, kim oladi yoshligini ya, ololmaysan yoshligini ya, ololmaysan yoshligini ya. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, shotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, yapchi bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, aji bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, shotir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, epchil bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, g'ajir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Chiqalamach, ram-ramch, chiqalamach, ram-ramch, chiqalamach, ram-ramch, chiqalamach, ram-ramch, chiqalamach, ram-ramch. Qilpillama jonginam, qilpillama, beling tasmadagina qilpillama, qilpillama jonginam, qilpillama, beling tasmadagina qilpillama, men seni kabir desam qilpillama, dode qiladi qizdagina qilpillama, men seni kabir desam qilpillama, dode qiladi qizdagina qilpillama, qilpillama jonginam, qilpillama, beling tasmadagina qilpillama, aylanay, o'rgilay, o'rgilay, aylanay. Ariq bo'yida tollar chupuradalla dalla, tollar tagida chollar chupuradalla dalla, ariq bo'yida tollar chupuradalla dalla, tollar tagida chollar chupuradalla dalla, bu chollar yomon chollar chupuradalla dalla, o'tgan kampirni poylar chupuradalla dalla, bu chollar yomon chollar chupuradalla dalla, o'tgan kampirni poylar chupuradalla dalla, chupuradalla dalla yo chupuradalla dalla, chupuradalla yo chupuradalla dalla, chupuradalla dalla yo chupuradalla dalla, chupuradalla yo chupuradalla dalla. MDK Studio.uz Marhamat kiring. Navbatni raqamlar raqsiga beramiz. Raqamlar bir kuni jam bo'ldi, birdan tortib 9 ga qadar. Eng birinchi bo'lib bir keldi, eng so'ngida 9 darbadar. Nolni taklif qilmadilar ham, uni raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro, kelib chiqdi oxir mojaro. Bir raqamlar boshimam derdi, 9 o'rdek ko'ksini kerdi. 7 esa sirliman dedi, 6 undan qolishmas edi. 8, 5, 4, 2 hamda 3 maqtandilar ne so'z bo'lsa duch. Xullas kalom eng kichik bo'lib, 2dan ham teng kichik bo'lib, bir sharmanda sharmisor bo'ldi. Barcha raqam ustidan kuldi.
Demak nogoh nol kelib qoldi. Bir uni shart yoniga oldi. Shu yo'l bilan o'nga aylandi va ayovsiz jangga shaylandi. Hamma nolni yoniga tortdi. Uning qadri qimmati ortdi. 9 mahkam ushladi nolni. 90 bo'ldi, ko'ring bu holni. Shunday qilib nol talash bo'ldi. Raqamlarga qiymat bosh bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa. Ushbu error qissadan hissa. Kamsitmang hech chupni xasni ham. Tashu kesak baland tasni ham. 7 emas 1000 o'ylab so'ngding. Nol bo'lmasa 1000 ham birga teng. Faqat mening nomimni o'quvchisi ogoh bo'l. Yolg'iz tursam yo'qman men, sherik bo'lsa to'qman men. Yozishim qiyin emas, dumaloq tushsang bas. Men degan sadoq soni bilan aytish uchun osonman. Bitta yurak, bitta bosh, bitta oy, bir quyosh. 2 degan nom bor, 2 bilan men tayyor, 2 qo'l, 2 oyoq, 2 ko'z, 2 quloq. Şeybermen namı birleşkende bolar üç sanmam diğer şartlarına bir şey. Men 4 degan raqamni 2dan jamman bo'lsa 2 juft o'rta 4 aflat ushbu. 5 degan nom bor, raqamlarsa ilg'or bir bo'lsa yachama qo'lda 5 turibmiz. 5dan keyin 6 raqamlarning oldidan 2 3 ni qo'shsangiz hech qachon esdan chiqmas. Nomam bitta, endi nima bitta, oldidan Demang 8, 2 tashlab qatsangiz, hasan bilaman shu ay yaxshi belgini Men 9 bilan sonni ichida yolg'izman. 8dan bitta katta bilib qo'ying albatta. Soat 12 bo'lyapti. Qor bobomiz kelyapti. Keling, Qor bobo, davramizga marhabo. Ho, ho, ho! Audio Jungle. Salom aziz bolajonlar. Men bugun uzoq o'lkalardan mana shu sinfda bo'layotgan alifbiy bayramini tomosha qilish uchun keldim. Siz bolajonlarga uzoq sovuq o'lkalardan sovg'alar olib keldim. Bugungi bayramingiz bilan hammangizni tabriklayman.
Qizim, sen ham bir narsa degin. Assalomu alaykum bolajonlar. Bayramingiz muborak. Savatxonlik muborak. Barakalla. Sizlarni ham kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Keling Qorbobojon, bayramingizni tomosha qiling. Navbatni keladigan yil raqsiga beramiz. Marhamat.
sizlarga. Hayır bolajonlarim. Endi bayramimizni o'z nihoyasiga yetish arafasida bolalarning savodxonligini o'rganganlarini sizlarga namoyish etdi. Endi shu o'rinda men o'quvchilarimga kelajakdagi o'qish va ishlariga omad tilayman. Sizlarda ham orasida farzandlaringizga aytadigan tilaklaringiz bo'lsa, niyatlaringiz bo'lsa, hozir shuni izhor etsangizlar. Hozir birinchi bo'lib Munavvar ustozim bergan ham mening birinchi ustozim shu yerda o'tiribdi. Ana shu xat savod o'rgatgan menga. Nabirasi keldi maktabga. Munavvar ustoz tilaklaringizni eshitsak. O'quvchilar, mana bugun sizlarni savodxonlik bayramini ko'rib, quvonib, yasharib, boshdan ustoz musammat deb o'tiribman. Shuncha mashaqqatli mehnatlarim uchun yodgor sana rahmat. Ham berib o'tiribman. Shuncha mehnatlarimni nevaramni o'qitib ekansan. She'rlarimni sağlık, selametlik dilemen hepsi. Sağlık gelsin. Minabat yerler namına sağlıklarımız var idi. Şimdi sana tavsiyem Buna mı soruyorsun? hava omga tushayotgan. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Assalomu alaykum, hurmatli jajji bolajonlar. Jajji bolajonlar, hammangizni bugungi savodxonlik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ana shu tashlayotgan qadamingiz qutlug' bo'lsin. Hammangiz eng a'lochi qiz, eng a'lochi o'quvchi o'g'il qiz bo'lishingizni tilakdoshman. Yodgora, tabriklayman. Birinchi navbatda Yodgora, seni ana shu bayraming bilan tabriklayman. Hamma vaqt ana shu davomli bo'lsin. Qarab turibman, ana shu ota-onalar orasida bizning o'quvchilarimiz o'tiribdi. O'quvchilarimiz ona bo'lgan. Demak, bizlar kimiz? Bularning buvisi, enalarimiz. Ana shu o'tirgan ota-onalar, shu o'tirgan onalar ham bizlarning ko'z o'ngimizda ana shunday savodxonlik bayramlarini o'tkazgan. Bizlar endi bo'lsa ular baxtli ona, baxtli mana qizlarimiz, bizlarning o'quvchilarimiz. Yodgora, mana shu tadbirni ko'rib o'tiribmiz, xursand bo'lib o'tiribmiz. Chunki ana shu tadbirni shunday yaxshi, chiroyli qilib o'tkazish ostida juda ham katta mas'uliyatli mehnat yotadi. Ana shu mehnating uchun, ana shu bolalarni aqlli, bilimli bo'lib tabriklagan uchun, tarbiyalab, bilim bergani uchun katta rahmat. Omad ishlaringga. Yodgora? Sizlarga rahmat. Rahmat. Ana shu Yodgorani tarbiyalagan albatta. Ana shu Yodgoraning onasi, bizlarning hamkasbimiz. Ana shu Yodgoraning ana shunday hozirgi maqomni ega bo'lishdi. Ana shu Muyassarga ham katta rahmat. Muyassar. Rahmat Yodgora. Opam, qolaversa ustozim, hamma narsalarni o'rgatgan. Ustozimdan bir so'z bering. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, o'quvchilar. Avvalambor hammalaringizni men shu bugungi yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Ota-onalarni shu farzandlaringizning
maktabga kelganlari, shunday bayramlari bilan tabriklayman. Jajji bolajonlarimizga shu bilimli, aqlli, esli hushli, mana shu elimizga, yurtimizga naf tegadigan, hamma havas qiladigan farzand bo'lib yetishishini tilayman. Tabriklayman. Qizim sanada kuch-quvvat, tabriklayman. Gullan tumani 21-maktabning 1-sinf o'quvchisi Dilafruzning hurmatli ota-onasi, biz sizni farzand ta'lim-tarbiyasiga eng mas'uliyatli, jonkuyar va tashabbuskor ota-ona sifatida tanidik. Siz voyaga yetkazayotgan farzandingiz bizning maktabimizda odob, axloqli, faol, qiziquvchan hamda bilim olishga intiluvchan o'quvchi hisoblanadi. Shu sababli sizlarni farzand tarbiyasida eng namunali ko'rsatgan qahramon ota-ona nomi bilan taqdirlaymiz. Dilafruzning Madina sizni farzand ta'lim tarbiyasida eng mas'uliyatli, jonkuyar va tashabbuskor ota-ona sifatida tanidik. Sizni ham tabriklaymiz. Bonuxon farzandimizning kelajagiga omadlar tilab qolamiz. Muniba o'qishlarni omad tilayman. Lobaroy Amatova Lobaroy Sevinchoy Hamma qo'ldan chiqib tegishlarga quvvat, sog'lik, salomat. Sanjarbek tabriklaymiz sizdan. Alimbayev familiyasi yozibdi. Muhammadjon o'zimizning o'qituvchimiz. Zabira tabriklayman. Omad. Munisa Nurbek Islamni omad. Soyibjon Shirinoy Akmalbek Akbar o'zimizning Akbarbek o'xshaydi u. Tabriklayman. Zilola Akmalbek bu Akmalbek Islombek bu Isobek tabriklaymiz. Omad o'qishlarni.
Asadbek. F. F. Tabriklaymiz, omad. Madinaxon. F. deyilgan. Tabriklaymiz. Miranshoh. Mustafa. Tabriklaymiz. Nafisa. Akmalbek yana bor ekan, Akmalbek. Ma deyilgan. Sizga o'xshaydi. Uchinchi Akmalbekimiz. Tabriklayman. Omad o'qishlarini. Munisa. Munisa. K deyilgan kim? Tabriklaymiz. Asadbek. K. Tabriklaymiz. Mirjalol. Omad o'qishlarini. Katta yigit bo'lsin. Muslima. Shohjahon. Shaydo. Rahmat Sargada ota-onalar, tadbirimizni yaxshi tashkil etgan uchun Yodgor og'aga rahmat aytaman. Endi bizlarda mehmonimiz bor edi, Finlandiyadan tashrif buyurgan. Assalamu alaikum. I am Ustaz Anjali. I am a foreign teacher here in Maktab 21. To my fellow co-teachers, to the guests, parents, I would like to say Happy New Year, and I wish everybody will have a prosperous New Year ahead. Thank you. Bayramimiz o'z nihoyasiga yetdi.